darvoqe u jahannam balandlikda qasrdek ulkan alangalarni otur. Ular xuddi sariq tuyalarga o'xshar. U kunda qiyomatni inkor etuvchilar holiga voy. Bu kunda ular so'zlay olmaydigan hamda ular uchun uzr aytishlariga ham izn berilmaydigan kundir. U kunda qiyomatni inkor etuvchilar holiga voy. Bu ajrim kunidir. Ey bu kunni yolg'on degan kimsalar, mana biz sizlarni ham avvalgilarni ham jamladik. Bas agar sizlarda do'zaxdan qutqaradigan biror hiyla bo'lsa, menga o'sha hiylangizni ko'rsatingiz. U kunda qiyomatni inkor etuvchilar holiga voy. Taqvodor zotlar esa u kunda albatta soya salqinlar va chashmalardan va ko'ngillari istagan turli xil mevalar ichida bo'lurlar. Ularga deyilur, qilib o'tgan yaxshi amallaringiz sababli jannat ne'matlarini yoqimli ishtaha bilan yeb ichaveringiz. Albatta biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz. U kunda inkor etuvchilar holiga voy. Ey kofirlar, ozgina vaqt yeb foydalanib qolingiz. Zero sizlar kufringiz tufayli jinoyatchidirsizlar. U kunda inkor etuvchilar holiga voy. Qachon ularga ruku qilingiz, namoz o'qingiz deyilsa, ruku qilmaslar. U kunda inkor etuvchilar holiga voy. Axir ular Qur'ondan keyin shunday aziz kitobga iymon keltirmasdan boshqa qanday so'zga iymon keltirurlar?